Chempionlar Ligasi 21-asrning eng zo'r to'puralari. Go. Boshlashimizdan oldin obuna bo'lib qo'yaylik. 3, 2, 1. Raul. To'g'ri, Raul bu ro'yxatda bor va Raul 71 ta gol bilan 5-o'rinda. Xo'sh. Lionel Messi. Lionel Messi to'g'ri 2-o'rin 129 ta gol. Neymar bormi Neymar? Afsuski Neymar bu ro'yxatda yo'q. Suarez. Suarez ham yo'q. MSNmi? Muhammad Salah. U ham bu ro'yxatda yo'q. Chempionlar Ligasi qiroli Cristiano Ronaldo. Ha, to'g'ri Cristiano Ronaldo 1-o'rinda 140 ta gol bilan o'z usini muhrladi. Albatta, bo'lishi shart. Hop. Eto'o. Samuel Eto'da bo'lishi kerak. Afsuski Samuel Eto'o yo'q. Thomas Müller. Thomas Müllerda. Afsuski yo'q. Shevchenko. Shevchenko ham yo'q. Qariya Robert Lewandowski. Robert Lewandowski to'g'ri 3-o'rinda 101 ta gol bilan o'z usini muhrladi. 4-o'rin qoldimi faqat. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic to'g'ri derdim-ku, afsuski u ham yo'q. Noto'g'ri ekan. O'rtoqlar, biz topolmaylik 4-o'rinni. Sizlar yozib qoldiringlar, ko'ramiz. Kommentda yozib qoldiringlar.